Yoqildimi Aziza? Ko'rdim, zapis yoqildi. Xayrli kech hammaga aziz yaxshilar. Bugun siz bilan tana tili haqida inshaalloh savol-javob efiri o'tamiz. Manfaatli bo'lsa, albatta xursand bo'laman. Xo'p, tana tili haqida gapirish uchun avvalo o'zimni tanishtirsam, oliy ma'lumotli psixologman, psixoanalitikman. Bugungi kunda klinik psixologiyada va radiologiyada o'qiydigan talabaman. Bu sohada ancha yillardan buyon faoliyatimni olib boraman va judayam yaxshi rezultatlarim bor, Allohga shukur. Aynan psixosomatik kasalliklarga yechim berishda rezultatlar o'sha meditsinada davosi bo'lmagan kasalliklarni psixosomatikasida ishlab, zo'r rezultatlarga olib chiqqanmiz va buni bemalol kanalimizga o'tib, Telegram kanalda ko'rishingiz mumkin. Asosiy faoliyati insonlardagi, tanasidagi bo'layotgan kechinmalar tanaga qanaqa qilib ta'sir qiladi-yu, bu kechinmalarni qanaqa iz qoldiradi, ya'ni emotsiyalar, deylik oddiy qilib xafachilik, norozilik, bular qayerda, uyat hisslari qayeringizda qanaqa kasalliklar sodir qiladi? Aynan shular haqida bugun qisqacha siz bilan savol-javob efiri o'tkazamiz inshaalloh. Demak, undan oldin o'zim haqimda yana ozgina ma'lumot beraman. O'zimni avtorskiy kurslarim bor, ya'ni eng birinchi avtorskiy yaratgan kursim bu bolalikda qolib ketgan bolaligim. Nima uchun bunaqa nomlaganman bu kursni? Chunki inson bolalikdan shakllanadi va biz bolalikda masalan, mani xarakterim shunaqa deymiz, aslida xarakteringiz sizni atrof muhitingizga qarab shakllanadi. Va sizga qanaqa qilib hayotda yashashni o'rgatishsa, siz shunaqa qilib qaraysiz hayotga, yurasiz. Lekin bilishimiz kerakki, bu dunyoda hamma narsa nisbiy. Hech narsa to'g'ri yoki noto'g'ri degani emas. Qayerdadir kimnidir qarashlari to'g'ri va kimnikidir o'sha qarashlar kamlik yoki ko'plik qilishi mumkin. Aynan mana shu bolalikdan qolgan tasavvurlar va biz ko'p hollarda bolalikdan qolgan tasavvurlar bilan katta hayotda yashashga qiynalamiz, qoqilamiz va bolalik travmalari deymiz. Bolalikda olingan ruhiy jarohatlar deymiz. Aynan mana shu ruhiy jarohatlar kimnidir kuchli bo'lishiga sabab bo'ladi. Misol uchun, kimdir hayotda o'zini o'rnini topishi uchun ana o'sha tanqidlardan qo'rqib ham kuchli harakat qiladi. Kimdir esa o'sha tanqidlarda qolib ketadi va u boshlashga qo'rqadi va ana o'sha qo'rquvlar tanada aks etadi. Tana esa uni sabablari, ya'ni harakatsizlikning sabablariga javob beradi. Masalan, fanda, psixologiyada shunaqa tushuncha bor. Prokrastinatsiya degani bu agar siz menda energiya yo'q, menda holsizlik desangiz, albatta mani Telegram kanalimga kiring. Man ana o'sha prokrastinatsiya, ya'ni bu aslida dangasalik emas, bu aslida tanadagi o'sha biokimiyaviy protsess, jarayonni buzilganligi va bundan qanaqa qilib chiqish mumkin, tana tilida sizda bepul informatsiyalar beraman. Albatta, bu ma'lumotlarni o'qib, o'z ustingizda ishlab, siz sog'lom holatga kelishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi avtorskiy kursim bu 30 xil kasalliklar psixosomatikasi bo'lgan. Aynan 30 xil global kasalliklarni постоянно uchraydigan. Misol uchun deylik, migren, allergiya yoki sinusit, mana burunda bitishi yoki deylik gaymarit yoki mana tajribamda bo'lgan, meditsinada davosi yo'q, bu autoimmun kasalliklar. Mana shu narsalar bilan ishlab, mana shunaqa eng ko'p uchraydiganliklar bilan 30 xilidan jamlangan darslik ularga bilan qanday ishlasa bo'ladi. Ya'ni tana qanaqa qilib bu kasalliklarga uchrayapti. Bu kasalliklar bilan tana bizga nima demoqchi? Mana shunaqa avtorskiy kursim bor va tana tili 1. Ya'ni tana tilida man tana bilan qanaqa qilib gaplashish mumkinligi haqida avtorskiy kurs yaratganman va bugungi kunda o'sha tana tili 2-chi avtorskiy kurs yaralishi arafasida inshaalloh. Demak, o'sha kursdan sizga qisqacha tushuncha beraman. Ya'ni qanaqa qilib siz o'z tanangiz bilan oson yechim qilishingiz mumkin, gaplashgan holda, ya'ni tanani tilini tushungan holda. Demak, keling, siz og'riq degan narsani qanaqa tushunasiz?
Tasavvur qiling, og'riq degan so'zni tanangizda qanaqa ko'rinishga ega ekan. Bu bo'lishi mumkin qanaqadir bosim, bu bo'lishi mumkin qanaqadir toshga o'xshagan narsa. Ya'ni emotsiyalar bilan inson shakl berib gaplashsa bo'ladi. Bu fanda isbotlangan emotsionalniy obrazniy terapiya deyiladi. Ya'ni psixoterapiyalarning bir yo'nalishi. Lekin ana o'sha og'riq ko'rinishi aslida qaysidir yashab tugatilinmagan emotsiyani ta'siri bo'lishi mumkin. Misol uchun, o'zingizga savol bering. Nima uchun bir odamda oshqozon og'riydi, boshqasida esa bo'yin og'riydi? Yana birida esa teri kasalligi uchrashi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Vaziyat bir xil bo'lishi mumkin. Chunki emotsiyalar tananing turli joylarida qoladi. Qabul qilishimiz evaziga bizni qabul qilish darajamiz bor. Demak, emotsiya chiqmasa tanada qoladi. Uzoq qolsa esa u kasallikka aylanadi, simptomga aylanadi. Simptom davom etsa, ana o'sha kasallik patologiyaga aylanishi mumkin. Tana esa og'riq bilan jazolamaydi aslida bizni. Signal beradi, to'xta, yo'q deydi, mana kasallik endi men bilan shug'ullan deydi. Shu uchun biz emotsiya tanani qayerda qolganini aniqlashimiz uchun ham biz emotsiyalar bilan ishlashni bilishimiz kerak. Misolda, qo'rquv bizda qayerda qolishi mumkin? Buyrakda qolishi mumkin, yoki belning pastki qismida qolishi mumkin, yoki tizzalarda qolishi mumkin. Men buyrak haqida kecha batafsil ma'lumot berdim. Mani Instagramimda bor. Psixosomatika degan aktualniy bor. Ana o'sha aktualniyni o'qisangiz, buyrakda qanaqa muammolar bo'ladi va qanday yechim qilish mumkin, yechimlarigacha berganman. Telegram kanalimda esa buyrakdagi toshni qilib oson tushirish mumkin yo'llarini kechagi postda yozganman. Albatta topib bemalol o'qishingiz mumkin. Hozir ana o'sha qo'rquvni tizza bilan sizga ishlab ko'rsataman. Deylik, biz bir joyga harakat misol uchun deylik, hozir magazinga borishga qo'rqasiz. Chunki qo'lingizda misol uchun 500 ming pul bor, lekin siz bilasiz, magazinga borsangiz albatta 500 minggina ajratilgan pul bor, lekin siz bilasiz, albatta magazinga borsangiz 1 millionni rasxod qilib kelishingiz mumkin va bu oddiygina misol bilan tushuntiryapman, oddiygina qo'rquv bilan. Va siz o'sha magazinga bormaslik uchun o'zingiz anglamagan holda xafa bo'lasiz. Vaziyatdan, pulni kamligidan yoki o'zingizga ravo ko'ra olmayotganligingizdan va hokazo. Fikrlaringiz o'sha 500 mingni ajratishdan norozi bo'lganlikka qaratiladi. Va buni tana sizda bajarib beradi. Demak, sizda og'riq paydo bo'lishi mumkin tizzalarda. Endi bu mana bo'ladiki, inson yillar davomida oldinga qarab harakat qilishni emas, harakat qilmayotganligini sababidan o'zini koyiydi va u suyak kasalliklariga olib keladi. Va shu jumladan tizzani og'rishiga ham sabab bo'ladi. Yoki beldan pastki qismda. Nima uchun biz qo'rquvni u yerda ta'sir qiladi deb qaraymiz? Chunki biz aynan bizga berilayotgan hayotda o'sishimiz uchun ko'tarilishimiz kerak bo'lgan, yecha olishimiz kerak bo'lgan muammolarni har kuni kattalashgani sari biz ularni og'ir olamiz. Chunki biz ich-ichimizdan u muammolar bizdan katta deb qo'rqamiz. Uni yecha olmayman deb qo'rqamiz. Bu qo'rquv belimizga nagruzka bo'lib tushadi. Agarki biz bilsak, 30 yoshimizdan 40 yoshimizda biz garazda zreliymiz, ya'ni yanayam teranlashdik, yanayam pishdik, yanayam hayotda charxlandik. Bu biz uchun endi hech narsa emas degan fikrlarda o'zimizni o'sha o'tmishimizdagi har bitta xatoda qo'yib emas, u bizning tajribamiz deb qaray olsak, og'riqlarsiz. Og'riqlarni albatta ishlash kerak. Uni shunchaki meditatsiya qilib bo'lmaydi. Og'riqlar yo'q, men sizni his qilmayman deya olmaysiz. Har bitta og'riqni tagida sabab bo'ladi. Mikrofonlaringizni va har bitta ana o'sha og'riqni tagida sabablarni ishlash kerak. Bu psixologiyada ishlanadigan narsalar. Demak, tushundingmi? Har bitta
emotsiya tanada qoladi. Nimaga olib keladi bu og'riqlar? Masalan, buyrakdagi muammolarda yoki idik yo'llaridagi muammolarga, bel og'rig'iga yoki panika holatlarida ko'pincha mana shu qo'rquv, strashni qo'rquvlar holatga olib keladi. Ichki holatda esa ichki biz xavfman. Menga oyog'im ostidagi yer опасно. Ya'ni hech kimga ishonchsiz holat bo'lamiz. Shubha uzoq stressda qolishimga, tanni chalishiga afsusga sabab bo'ladi. Yoki misol uchun uyat emotsiyasi qayerda yashaydi? Yuzda, terida, ko'krak qafasida. Masalan, mijoz bor, viroz kasalligi bilan qilingan yoshi katta va u ayolning kupiroz bo'lishlariga sabab diqqat qiling qanaqa gapiradi. Qizlaridagi xatti-harakatlardan uyalish. Ya'ni mani qizim tarbiyasiz bo'ldi, men buni xatti-harakatidan uyalaman. Aslida qizlarini xatti-harakatidan emas, o'zlarini a, past baholashlari desam sal noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. O'zlari mana shu qizlari bilan bo'lgan munosabatda o'zlarini ayblaydilar. Ya'ni man qizimga qizimga yaxshi bo'lsin deb uni erkin qo'ydim yoki mani kuchim yetmadi yoki u mani hurmat qilmaydi, boshimga chiqardim. Chunki man bolaligimda onamdan mehr ko'rmaganman. O'ta qattiqqo'l oilada katta bo'lganman va qizimni man shunaqa o'zimni og'rig'im bilan, ya'ni man onamni menga qo'ygan o'sha to'siqlaridan og'ringanman, u imkoniyatlarim to'silgan yoki xafa bo'lganman va man qizimni erkin qo'ydim. Aslida qizim esa mani uyaltiryapti. Va bu narsa aynan mana shu ichki holatda ayblash va qizidagi xatti-harakat bilan bo'layotgan psixika bilan tana o'rtasidagi mojaro. Biz bunga yechim berish uchun buni o'sha mijozga tushuntirishimiz kerak. Vaziyatda aslida siz qizingizni xatti-harakatidan uyalyapsizmi yoki o'zingizni ayblayotganingizda jazo istayapsizmi? Man hozir tashqariga chiqsam, insonlar mani jazolashadi, mani yuzimga bu aybdor deb qarashadimi? Bu yerda aslida ichki aybdorlik bilan ishlanishi kerak. Ko'ryapsan, emotsiya qanchalik ta'sir qiladi. Va aynan mana shu qizidagi xatti-harakat aslida beodoblik emas, aslida man qabul qila olmayman. Qizim zamonaviy, qizim bugungi o'sha 21-asr yoshlari hammasi qiladigan xatti-harakatda. Bugun mani yoshligim bilan bugungi yoshlikni farqi bor. O'shani ongli ravishda tushunish, biz nima qilishimiz kerak? Biz o'sha ichki aybdorlikni ildizini topib yetishimiz kerakki, o'sha aybdorlik tanada mana shunaqa kasalliklarni olib kelmasligi uchun yoki teri kasalliklariga uyat ta'sir qiladi. Chunki inson o'zini qo'lidan hech narsa kela olmasligini his qilsa, u o'zini masalan bu ham bitta mijozim holatidan erkak kishi постоянно qo'lini ichi yorilgan, qo'li постоянно qishin yozin yorilib yuradi va yorilganda ham strashni yoriladi. Aynan mana shu strashni yorilganni sabablarini biz ishlaganimizda bu mijoz bilan mani qo'limdan hech narsa kelmaydi. Chunki man mana rus tilida negodin deymiz-u, yaroqsiz, ya'ni man qilolmayman, qo'limdan hech narsa kelmaydi deb ichidan o'zini ayblaydi. Bu esa o'sha bolalikda qo'yilgan unga ustanovka aslida. Bolalikda u insonga seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb tanqid qilishgan. Go'yoki o'sha tanqid qilingan meni demak qo'limdan hech narsa kelmaydi emas, qo'limdan kelishi uchun ko'proq harakat qilishim kerak degan fikrni olsin deb aslida ota-ona, o'sha yaqinlar tanqid qiladi. Lekin bu inson uni o'ziga qabul qilgan. Demak, men shunaqa ekanman degan holatga kelgan. Ko'ryapsizmi, uyat qanchalik bu insonni o'sha yanada ham o'zini siqilib yurishiga sabab bo'lgan va
Ko'krak qafasida bu qolishi mumkin. Misol uchun, xursand bo'lolmaydi, chunki u o'zini uyatli his qiladi, pozorno his qiladi. Bu juda yomon narsa. Mana shularni har birini ildizini topmagunizcha, yechim bermagunizcha tana kasalliklar bilan ko'rinish beradi va bu yerda allergiya bo'lishi mumkin, teri kasalliklarida qizarish, qichishish. Xullas, allergiyani yechimi bor qizlar. Dorisiz, darmonsiz. Asli allergik kasallik va aynan uni o'sha vaziyatiga, ildizini topib yechim berish kerak. Yoki ichki ovoz meni ko'rishmasin, bu uyat-ku. Yoki men noto'g'riman. Ana o'sha inson o'zini a, qanaqadir nuqsonli deb biladi o'sha uyatda va shu uchun ham yashirinishga harakat qiladi. Afsuski. Yoki aybdorlik eng yomon emotsiyada qolish. Aslida bular ba'ziviy emotsiyalar. Alloh taolo bizni mana shu emotsiyalar bilan yaratgan, chunki bular bizni tanamizda gormonal fonni harakatga keltiradi. Biz aynan mana shu emotsiyalarni me'yorida ishlata olishni bilishimiz kerak. Me'yorida ishlata olishni bilish uchun biz vaziyatlarga ongli yondashishimiz kerak. Bu psixologik o'sish, ruhiy o'sish, ya'ni ruhan stressaustойчивый bo'lishimiz kerak. Ya'ni stress qilishimiz kerak. Stress aslida bu to'qnashuv bizni hozirgi menimiz bilan deylik. Masalan, hozirgi menimiz kuchi yetadi mana shu ishga. Ertangi bizda hayotda qo'yilayotgan talab, misol uchun mana voyaga yetgan o'g'illarim bor va u voyaga yetgan o'g'illarimni ertaga man uylantiraman. Hozir voyaga yetgan o'g'illarimga kuchim yetyapti. Man ertaga kelin qilishim va u kelinlarim bilan murosa qilib yashashimni man uchun yanada man kattaroq bo'lishim kerak. Murosada yana o'sishim kerak. Agar man o'shani xavf deb bilsam, ertaga kelinim bilan qanaqa munosabatga kirishaman, mana falonchini kelini unaqa bo'ldi, bismadonchiniki bunaqa bo'ldi degan holatda bo'lsam, u menga nima bilan to'qnashtiryapti? Hali yo'q vaziyatdagi xavotir bilan. Va ana o'sha xavotir manda afsuski stressda davomiy qolishga sabab bo'ladi. Tushunyapsiz? Bu qanchalik biz aslida stress to'qnashamiz ertangi yechishimiz kerak gap bilan. Bu vaziyatda o'smasak, tabiiyki tanamizda stress gormonlari oshadi va bu stress gormonlari oshishi oqibatida tana kasalliklariga uchraydi. Aynan biz mana shu xafachilikda, tushkunlikda, конечно, stress gormonlarini ko'p ishlab chiqaramiz. Ishonchsiz bo'lamiz o'zimizga nisbatan. Dopamin tushib ketadi va inson harakatida maza qilmaydi. O'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Masalan, aybdorlik qayerda? Aybdorlik haqida aytdim. Yoki xafachilik. Yo'q, aybdorlik haqida aytmadim. Aybdorlik bu jigarga ta'sir qiladi. Eng avvalo inson jigarni vazifasi bu detoksikatsiya bo'lsa, o'sha toksin, zaharli moddalarni ajratib, qonni tozalab, shu tanaga eng kerakli organ, o'zi kerak emas organni o'zi yo'q bo'lsa, u o'z faoliyatini aybdorlikda bajarish izidan chiqadi. Buziladi va afsuski bu o'tqopigayam ta'sir qiladi. Aybdor inson o'zini chegarasini himoya qilishni istaydi. O'zini xafa bo'lishidan himoya qiladi. Ichida chunki o'zini ayblayapti-yu, g'azab bilan. Va g'azabli insonlar afsuski o'zlarini ich-ichidan aybdor his qilishadi. O'sha aybdor qilmasinlar uchun qo'rqoq oldin mush ko'tarar qilishadi. Bu jigarga ta'sir qiladi. Jigar esa safro suyuqligini ishlab chiqarishda vazifalar buziladi. O't qopiga ta'sir qiladi. Chunki o't qopida o'sha suyuqlik harakati pasayadi, susayadi va quyuqlashadi. Quyuqlashish toshga aylanadi afsuski. Ko'ryapsizmi? O't qopini olib tashlash bu yechim emas. Bu o'zimizga bo'lgan munosabatni o'zgartirish yechim. Yoki oshqozonda o'sha yonish holatlariga olib keladi. Ichaklarda olib kelishi mumkin, gastrit bo'lishi mumkin inson yoki ichakda постоянный sanchqiq og'riqlar oshqozonda, jigardagi muammolar va g'azablanish oqibatida vaziyatni qabul qilmayman, men aybdor emasman holati.
Aslida bu yerda hammasi mendan, men sabab degan ichki убеждение bor. Ya'ni установка bor. Qo'rquv, ayblanish, o'zidan o'zini o'zi ayblash holati. Afsuski. Bu ham mana o'sha bolalikda singdirilgan fikr bo'lishi mumkin. Shu uchun, agar psixolog bilan ishlasangiz, albatta, u psixologni, mutaxassisligiga qarang. Chunki yo'nalishlar juda ko'p. Psixologiya bilan ishlaydigan yo'nalishlar, man bitta misol bilan aytaman. Man o'zim oliy ma'lumotli mutaxassisman va faoliyatim ancha yildan buyon, Allohga behisob shukr. Yaqinda shunaqa murojaat bo'ldi. Man buni misolda aytqazsam, oila psixologiyasidan ma'lumoti yo'q inson bilan shug'ullanishgan va ajrim holatiga kelgan er-xotin. Psixolog erkakni alohida shaxs sifatida, ayolni alohida shaxs sifatida konsultatsiya qilgan. Lekin psixologiyada oila psixologiyasi degan yo'nalish bor va oila psixologiyasida er-xotin sistema sifatida qaraladi va bu sistemani buzilish jarayonlari ko'riladi. Shaxs sifatida ular alohida qaraladi, ha, lekin sistema sifatida alohida qaraladi. Buni o'zini bilimlari bor, buni o'zini ishlash jarayonlari bor. Misol uchun deyliga, man har doim erimdan xafa bo'lsam, u menga ухаживать qilmaydi, menga sovg'alar bermaydi, xullas meni haqorat qiladi, shaxs sifatida hurmat qilmaydi desam, man psixologga borsam, psixolog ha, demak, siz o'zingizni aks ettirib beryapti degan bilan yechim emas bu. Demak, mana shu harakatim bilan hayotda mana shu erkagim bilan, ya'ni menga shunaqa munosabatda bo'layotgan erkak bilan nima bog'layapti? Bu yerda bog'liqlik qonuniyatlari bor psixologiyada. Demak, man o'sha erkakni so'zlari bilan aslida o'zimni ko'ryapmanmi, получается, tashqaridan? Demak, menga u bildirayotgan munosabatlarni man uning ko'zi bilan ko'ryapmanmi, получается? Xo'p, nega unda man shunaqa inson ekanman, menga belenький, pushistенький, ya'ni oppoq, begunoh erkak, получается, turmush o'rtog'i bo'ldimi? Yo'q, albatta. Aynan mana shu yerda o'zbekning juda chiroyli maqoli bor-u, teng tengi bilan. Aslida biz tengmiz. Уровеньlarda, psixologik holatlarda faqat mana shu holatlar bizga yashashga xalaqit beradi va o'sha xalaqit berayotgan nuqtalarga yechim beradi. Bu oila psixologi. Oila psixologiyasini o'qigan va tizimlashtirishni tushungan, bilgan inson. Va albatta oila psixologiyasida e'tiqodlar kiradi. Misol uchun, tojik bilan o'zbekni turmush qurishida tojikni e'tiqodi bor, o'zbekni e'tiqodi bor. Oila psixologiyasida bu narsalar qaraladi. Xullas, nima demoqchiman? Qaysi sohada siz psixolog bilan ishladingizmi? Albatta, emotsiyalarni ishlab chiqarish uchun psixologlar bilan ishlash kerak. Hech qaysi dars sizga befoydaga ketmaydi. Chunki har bitta darsdan olgan anglashingiz sizdagi krugozorni kengayishiga va tanangizdagi sog'lomlikni kelishiga sabab bo'ladi. Siz ya'ni ongan o'sishni boshlaysiz va любой bitta psixolog bilan ishlashdan oldin siz albatta uni mutaxassisligiga va gрамотностиga qarashingiz kerak. Bu siz huquqingiz. Siz agar psixolog hammasi bir go'r, faqat pul ishlashni biladi degan fikrda bo'lsangiz, demak siz surishtirmagan bo'lasiz. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Narsani ham качественныйsini olishga harakat qilasiz-ku, asl narsa olishga harakat qilasiz yoki arzon narsani olasiz, menga bo'laveradi deysiz. Demak, xuddi shunaqa. Shuning uchun men xohlardimki, har bitta emotsiyangiz agar o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa kasalliklarni, demak, siz albatta uni o'zini mutaxassisi bilan ishlang. Ya'ni kasalliklar bilan ishlaydigan klinik psixolog bo'ladi. Psixosomatikani tushunadi. Oddiy psixolog psixosomatikani tushunishi mumkin, lekin kasalliklar bilan ishlolmaydi. Buni inobatga oling. Xo'p. Endi g'azabni ko'radigan bo'lsak, bu g'azab aslida chegara. G'azablangan inson jim turgan insondan yaxshi deyman man har doim. Chunki jim turgan inson o'zini o'zi yeydi. U psixikasini razrushat qiladi, afsuski. G'azablangan inson esa hech bo'lmasa o'zini chegarasini himoya qilish uchun shu baqir-chaqir qiladi noroziligini, lekin u degani
bu odam yomon degani emas. Demak, uni ichida qo'rquvi bor. Men достаточно yaxshi emasman degan. O'sha qo'rquvga barham berish kerak, ya'ni yechish kerak uni. G'azabdor insonda bo'yin og'riydi, yelkalar постоянно qisilgan bo'ladi. Chelist, jag' deymizmi? Ana o'sha jag' постоянно tish-tishiga bosib yurgan bo'ladi. Bu juda yomon holat. Bu insonni ruhiy zo'riqishiga sabab bo'ladi. Asl tagida bu chegarani himoya qila olmaslik. Ich-ichidan o'zini qabul qila olmaslik, yelkasiga qo'yilgan yuklardan qo'rqish, tishini tishiga qo'yish, o'zini kuchini ko'rsatib turish, g'azabidagi kuchini. Va bu afsuski osteoxondroz kasalligiga, yelka og'riqlariga, bosh og'rig'iga va tishlardagi barcha kasalliklarga sabab bo'ladi. Mana bunaqa holat, Allohga shukr, hammasida rezultatlar bor. Demak, ichki holati nima bo'ladi bu yerda? Men ayta olmayman, chunki aytsam ayblanishim mumkin, chunki aytsam men o'zimga ishonchim yo'q, xato qilishim mumkin. Juda yomon narsa mana shu xato qilishdan qo'rqish. Bu insonni yiqitadi va yutib yuborishni istamaydi. G'azab bilan tashqariga chegarasini himoya qilib turadi bunaqa insonlar. Xafachilik esa eng yomon kasalliklarning ildizi. U yurak atrofidagi barcha kasalliklarga sabab bo'ladi. O'pkaga qo'rquv sifatida sabab bo'ladi, chunki xafa bo'ladi inson va o'zini erkinligini to'sadi. Afsuski, o'pkaga ta'sir qiladi, ko'krak qafasiga ta'sir qiladi. Nafas qilish yo'llariga kasalliklarga uchrashi mumkin, bronxit kasalliklariga uchrashi mumkin. Yurakdagi barcha kasalliklar aynan mana shu xafachilikdan, raklar nima uchun? Xafa bo'lgan inson to'xtadi, harakatsiz tana qanaqa qilib unga qon aylanishi mumkin, kislorod aylanishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun har bitta emotsiyani biz yashab tugatishimiz kerak. Hattoki mana shu o'limdan keyin ham emotsiyani chiqarmasa, mana yo'qotish bo'ladi-ku, o'lim holati sodir bo'lsa yoki travr deymiz mana. O'lim holati, yo'qotish holatlari sodir bo'lsa yoki katta qarzdorlik yoki katta bir qo'rquv, mana masalan stressga tushib qolsa, внезапный pojar, avariya holatlari bo'lsa, bunaqa insonlar albatta o'sha qo'rquvlarni, o'sha emotsiyalarni, shok holatidan chiqishlari kerak. U uchun albatta mutaxassis yordami kerak. Agar o'shanaqa holatda uzoq qolib ketsa, tana buziladi. Tana faoliyati buziladi va kasalliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham har bitta emotsiya ishlanish kerak. Yig'laysizmi? Sizga og'ir ekanligini aytishingiz kerakmi? Qanaqa bo'lishidan qaytgan holatdan, yolg'iz holatdan, ichiga yutish holatidan chiqish kerak. O'shanda inson sog'lom holatda bu dunyoda yashaydi. Ayblanishdan qo'rqmasligi kerak. Bu uchun odamlar nima deydi degan fikrlardan chiqish uchun psixologik o'sish kerak. Shunchaki men odamlarga e'tiborsiz bo'ldim emas, e'tiborsiz bo'lolmaydi inson. Sovuqqon bo'ladi. Sovuqqon inson afsuski hissiyotlarini o'chiradi. U juda opasniy insonga aylanadi. Sovuqqon inson hattoki farzandini his qila olmasligi mumkin. Shuning uchun ham bu opasniy narsalar bilan o'zingizni kasal qilmang, o'zingizni ustingizda albatta ishlang va har doim sog'lom yashashga o'zingizda imkoniyat borligini biling. Bostirilgan emotsiyalar, siz emotsiyalarni bostirasiz, tana esa uni ginekologik kasalliklar bilan, kistalar bilan, gormonlar buzilishi bilan va hokazo kasalliklar bilan ish beradi. Misol uchun psoriaz yoki yana qanaqa kasalliklar bor. Ko'p kasalliklar borki, gormonal fon buzilishi, masalan, o'sha oddiy zobni vrachga borasiz, endokrinologga borasiz, sizga gormon yozib beradi. Ha, buni iching, lekin zobga olib kelgan sababni ishlang. U ichingiz siqiladigan, ichingiz yonadigan, emotsiyada og'irlashadigan, harakatsizlanadigan bo'lib qolasiz. Emotsiya bilan ishlamasangiz. Xullas, aziz yaxshilar, gapirsak gap ko'p. Bunaqa darsliklarni YouTube'da ko'rishingiz mumkin, menda, podkastlarda yoki Telegram kanalimga a'zo bo'lsangiz, har kun bunaqa ma'lumotlardan 3 ta 4 tasidan yechimlar beraman, kasalliklardan chiqish yo'llarini.
efirlar qilib turaman, darsliklarim bor. Bemalol o'qishingiz mumkin, va o'zingizga manfaatli bo'lishi mumkin. Va bugungi kunda bizda aynan tana tili 1, tana tili 2 va ichida xafachilikdan chiqish darsligini sovg'asi bilan bitta narxda beryapman. Juda arzon narxda. Kanalimga kirsangiz ko'rishingiz mumkin. Hammasi 200 mingga beriladi. Albatta o'qishingiz mumkin va unda tana tili 1da 10 ta darslik bo'lgan bo'lsa, xafachilikda 3 soatdan 3 ta darslik bo'lgan va tana tili 2da esa 7 ta darslik bo'ladi. Hammasi ana o'sha praktikalar bilan, texnikalar bilan, har bitta emotsiyani ustida qanaqa qilib ishlash mumkinliklari haqida bo'ladi, xudo xolisa. Endi esa savollaringizga javob beraman, aziz yaxshilar. Kimda qanaqa savol bor? Tushundingizmi? Tez gapirmadimmi? Savollaringiz bo'lsa bering, mikrofoningiz ochiq. Efir nima haqida ekanligini tushundingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Aziz yaxshiman. Rahmat kattakon. Rahmat. Tinglab qoldim. Ko'p asabiylashamanda men. Juda ham ko'p narsalaringiz men o'zimga tegishli ekan. Xudo xohlasa yana endi nima ovozli nima qilsangiz eshitib turaman. Albatta kanalimga o'tsangiz, u yerda bepul darsliklar bor, o'qishingiz mumkin. Xo'p, rahmat opajon, charchamang. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, kimda yana qanaqa savollar bor? Savollar yo'qmi, azizlar? Men kanalimga agar efir qilsam, tinimsiz savollar bo'ladi va men hattoki hamma savollarga javob berishga ulgurmayman. Chunki 1 soat vaqt ajrataman efirga va efir tugaydi. Efirdan keyin ham mani kanalimdagi ayollar savollarni yozishadi va Allohga shukr, ular mani ancha yildan buyon kuzatishadi va dori-darmonsiz maza qilib yashashni o'rganishgan. Xo'p, agar hech kimda savol bo'lmasa, men sizga bir misol bilan efirni tugataman. Ya'ni ana o'sha tajribamda bo'lgan bir misol bilan bu qanchalik muhim ekanligini tushuning va agar hayotingizda shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, albatta bu muammolarga yechim qilish harakatini qiling. Tajribamda tashqariga chiqsa, ko'chaga chiqsa, ichi ketib qoladigan ayol murojaat qilganlar. Ya'ni men ko'chaga yurolmayman, uzoq muddat yurolmayman, ichim ketib qoladi. Men psixoterapevtga borganimda bu kuchli trevoga deb aytdi. Psixolog bilan ishlagin dedi degan xulosa bilan kelganlar, ya'ni tashxis bilan kelganlar mana shunaqa kasallik bilan va biz u kishi bilan ishlaganimizda shunaqa holatlar ham bo'ladi, azizlar. Ichi ketishi aslida tashqarida yurish, o'sha ko'chada yurish u kishi uchun opasna bo'lgan. Nima uchun ko'chaga yurish u kishini ong ostida shunaqa ustanovka bor, opasna. Tana esa o'sha opasnostdan o'sha saqlash uchun bu insonni ko'chaga kamroq chiqishi uchun ichi ketishi bilan qutqaryapti. Va buni biz ildizini topganimizda, ildiz shunaqa bo'lib chiqadiki, o'zlari inyazni bitirgan, nufuzli joylarning kelini, turmush o'rtoqlari yaxshi lavozimlarda ishlaydi va har doim ayolini ayblaydiki, "Sen bilan bitta joyga borib bo'lmaydi. Biz kollektivda birga er-xotin boradigan joylarda har doim sen yo'qsan. Men uyalaman" deb tanqid qiladilar. Bo'lib qoladilarda, "Nima qilay, eplolmayman shu narsani. Mani qo'limda emas-ku, qo'limda kelsa, sog'lom bo'laman-ku" deydilar. "Mana inyazni bitirganman, lekin hech qayerda ishlolmayman mana shu kasalligim tufayli" deydilar va er-xotin munosabatida nima kechyapti? Norozilik kechyapti. Va bu ajrimgacha olib kelmaydi, конечно, ular nevarali, lekin ayolda o'z hayotida erkin yashamaslikka sabab bo'lyapti. Biz bu narsani ko'rganimizda insonda ba'zida o'ziga tegishli bo'lmagan
emotsiyalar ham bor. Bu ayolning dedushkalari, bobolari o'z vaqtida bozorda bozorkon bo'lib ishlaganlar va o'sha bozorkon bo'lib ishlagan davrlarida pora olishga qo'rqganlar. Endi patpir lavka narsa sotilgan davrlar bo'lgan, kim bilsa. Ana o'shanaqa paytda pora olishga qo'rqganlar. Lekin buvilari o'sha bozorda zargarni sotadigan ayol bo'lgan. Buvilarida har doim pul bo'lgan, bobolarida pul bo'lmagan, faqat oylikka yashagan. Buvilari esa norozi bo'lganki, erlaridan "San men bilan tengmassan, men sandan uyalaman. Har doim bozorkom degan oting bor, lekin puling yo'q. Men senga pul berishimga to'g'ri keladi. Men sandan yaxshi pul topaman" deb babushka norozi bo'ladi dedushkadan. Va mikrofonlaringizga ehtiyot bo'ling. Aynan mana shu yerda babushkaning noroziligi tugallanmagan. Shunaqa fraza bor, shunaqa so'z bor. Psixologiyada agar biz o'zimizni hayotimiz bilan boshqarmasak o'z hayotimizni, afsuski, biz yechilmagan travmalarni, muammolarni bolalarimizga, bolalarimizning bolasiga beramiz. Afsuski. Va tabiiyki, oilari ham juda yaxshi nufuzli lavozimda ishlaydi oilari. Adalari esa o'qituvchi institutda va oilari bilan adalarining ham o'rtasida mana shunaqa munosabat bo'lgan. Ya'ni oilari har doim aytganki, nima uchun sizni lavozimingiz menikidan katta-yu daromadingiz kam. Vaholanki bu daromadni hech kim bilmaydi mana shu ayollardan tashqari. Bu ayol nima qilyapti? Bu ayol, ya'ni mani mijozim ichib ketishi bilan o'zi anglamagan holda ajdodlaridagi ikkita ayolni hayotini takrorlamayapti. Ya'ni u ham nufuzli joyda ishlay oladigan ayol. Agar ishlasa eridan zo'r bo'lib ketadi va uni ham hayotida norozilik bo'ladi. Erini qabul qila olmaslikdan qo'rqadi va bu подсознательный убеждение, ya'ni ong ostidagi ustanovka. Ana o'sha ustanovkani bu bilmaydi. Biz buni gena sotsiogrammasini chizib, oila sistemasi bilan ishlaganimda bu travma kelib chiqqan sababi. Va bunga yechim berganimizda ayol shunaqa yengil bo'lganki, aytganki, nahotki men shuncha yil mana shu bilan azob chekib yashadim, men hozir tushunib yetdim. Muammoyimni yechdim va hozir spokойно magazinga ham bir o'zim chiqaman, ko'chaga ham soatlab yuraman. Nimaga shuncha payt o'zimni ustimda ishlamadim? Nimaga shuncha payt bu muammoyimni psixosomatikasi bilan ishlamadim deb. Agar shunaqa muammolar bo'lsa, albatta gрамотный psixolog bilan ishlang. Xo'p, azizlar, agar savollar bo'lsa berishingiz mumkin, savollar bo'lmasa efirni yopamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men shu Rahmat. sevimli rafiqa gruppasida borman. Sizni kanalingizga qanday o'tsam bo'ladi? Tushunmadim, shuni bilolmadim. Bu kanalda qanaqa biz silka qoldira olamiz, Aziza? Aziza. Hozir zapis tagida ссылка qoldiraman, kanalim ссылкасini. Demak, efirimizni zapisi bo'ladi. Mana shu efirni zapisini tagida silka qoldiriladi. Zapis o'chib ketsa kerak bir nechadir soatdan keyin albatta zapisni o'zingizga oling, yaqinlaringizga tarqating. Chunki kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin, foydali bo'lishi mumkin. Yana qanaqa savollar bor? Meni 7 yashardan o'tgan 8 yasharga qizim bor. Shu qizim yoshligida 3-4 marta sudurgi bo'lganda, hozirga kelib shu hayajonlanganda hushidan ketib qolyapti. Sabab shunga tegishli joyi bormi? Albatta, sudurgini o'zi bu juda kuchli qo'rquv. Bola birinchi marta qancha vaqt, qanchaligida bo'lgan sudurgi? 11 oyligida bo'lgan. Ana o'sha payt sizni ona sifatida hayotingizda qanaqa siqilishlaringiz bo'lgan? Ichingizda yig'lagan bo'lgansiz? Dodlab qo'yganman. Shu yuragim ham oqadigan bo'lib qolgan. Bola kasal bo'lishidan oldin sizni o'zingizni hayotingiz qanaqa bo'lgan? Norozilik, ichingizga yig'lash bo'lganmi?
Ha, turmush o'rtog'im birinchi marta Rossiyaga ketgan. Uyda qayna-qaynota, siqilishlar, 3 ta kelin bo'lganmiz. Qiyin bo'lgan. Eng birinchi bola sudurgi bo'lishidan oldin mana 11 oyligida birinchi marta bo'lgan ekan. O'shandan bir hafta oldin hayotingizda qay darajada bo'lganki o'sha ichki faryod bo'ladi-ku, qalb faryodini ichingizga yutgansiz. Bola onadan bola uchun ona Wi-Fi. Ona signalni yo'qotgan. Bola всё, сознанияni yo'qotadi keyin. Albatta bu yerda meditsinskiy yordam berish kerak bolangizga, lekin ruhan siz uzr, tomog'im qirilib qoldi. Agar ruhan siz unga поддержка bermas ekansiz, ya'ni ona kuchli bo'lmas ekan, onani kuchli ekanligini farzand his qilmas ekan, farzand yiqiladi. Hayajon nima? O'ziga bo'lgan ishonchsizlik, hushidan ketish nima degani psixosomatikada? Men vaziyatimga yechim qila olmayman, lutchi men ketaman. Psixikada shunaqa jarayon bor. Bey begi zamri degan. Ya'ni o'zbekchada bu bey degani vaziyat shunaqa yaraladiki, vaziyatda g'azab bilan urib yengadi. Haq bo'lsin, nohaq bo'lsin. Yoki vaziyatdan qochadi. Bilmayman deydi, o'zini garanglikka soladi va bunaqa insonlar afsuski yo'q ko'z kasalliklariga o'chadi, quloqdagi eshitish qobiliyati pasayadi. 3-chi holat zamri, qotib qol. Ana o'sha qizingiz hozir 3-chi pozitsiyani tanlayapti, qotib qolyapti xolos. Bu yerda Hozir yechim onada birinchi. doktorlarga ko'rsatdik, sudurgi apparatlariga ham yo'qqa tushirdik, topolmayapti, sudurgi chiqmayapti. Shu hushidan ketish miyada tomir qisib qolganda, hayajon, kislorod yetmay qolganda shunaqa bo'lyapti deb aniq aytisha olmayapti. Hozir qancha bolaga qanchalik vaqt hozir? Siz bilan davolasa bo'ladi. Qanaqa? Bolaga hozir necha yosh? 7,5 yosh bo'lyapti, birinchi sinf. Tем более как раз hozir ayni vaqti bola sotsiallashadigan jarayon, ya'ni bola jamiyatga kirib, jamiyat bu uning maktabidan boshlanadi. Jamiyatda o'z o'rnini yaratishi uchun u onasini kuchini his qilishi kerak. Yana bir marta aytaman, qanday qilib degan savolingizga bola uchun ona Wi-Fi. Wi-Fi to'g'rilsa, Wi-Fi qanaqa qilib energiya berishni, kuch berishni bilmasa, bola qayerdan olsin? Psixikadagi zamri pozitsiyasida qotib qoladi. Tushuntira oldimmi? Mutaxassis bilan ishlaysiz, o'zingizni ustingizda ishlaysiz, o'zingizni ruhan yetuk shaxs darajasigacha olib chiqasiz, stresslarga bardoshli bo'lasiz. Mani kanalimga kiring, ma'lumotlar bor, o'qib o'zingiz ustingizda ishlasangiz bo'ladi, bepul darsliklarni eshitsangiz bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Yana kimda savol bor, qizlar? Manda Bormi yana savol bor savollar? edi. Ha, Hop. manda savol bor edi. Qarang, mana qaynigachimlar mana shunaqa hozir aytdingiz-ku, siz tajribangizdan yetib qolarkan. Bularniki ham qanaqadir keshishnilarda nimadir anaqami, hamma narsaga tekshirtirganlar, hamma narsa sog'lom chiqqan. Lekin mana shunaqa o'zidan o'zi bir mazalari bo'lmay, keyin ichlari ketib qoladida, keyin mazalari bo'lmay yotib oladilar, nima qilibdi, keyin ertalab bo'lganmiz, obeddan keyin o'zlari kelib yana yaxshi yuraveradilar. Ichi qotiradigan dori ichib oladilar. 2-3 kun ichlari kelmasa yaxshi yuraveradi. Bitta ichlari kelsa bo'ldi, mazalari bo'lmay anaqa qiladi. O'shanga shu psixika bilan bog'liq bo'lsa kerak sizniki, miyangiz qanaqadir ushlab olgansiz. Ichim kelsa mazam bo'lmaydi deyiladi. Ichim kelmasa yaxshi yuraman deyiladi. Shu anaqa bilan psixolog bilan ishlashlari kerakmi shular ham? Psixosomatolog bilan. Psixolog ishlolmaydi. Psixosomatolog bilan. Qarang, psixika bu ruhiy holatni, mana psixika degani bizni ichki kechimimiz tashqaridagi voqealarga ta'siri asosida yuzaga keladigan ruhiy holat. Va bu ruhiy holatni sizga ta'siri. Soma bu tana. Tanani tushungan mutaxassisgina ishlay oladi. Bu uchun yo klinik psixolog bo'lish kerak, yoki o'sha psixosomatikani biladigan, o'qigan mutaxassis bo'lish kerak. Men psixosomatikada geniyam yo'nalishi bo'yicha ishlayman ko'p hollarda. Psixoanalitikman o'zim va klinik psixologiyada o'qiyman hozir.
Masalan, hozir ssilka qoldirsangiz, qoldiramiz devasalar-ku, shuni qoldirsangiz, ularga jo'natsam, shu orqali sizlar anaqa qilsanglar bo'ladimi shunda? Sizga murojaat Albatta. qilsam bo'ladimi? Albatta Mhm. bo'ladi. Ha, kanalimga kirib bepul ma'lumotlarni o'zidan qanchadan qancha foyda olishsa bo'ladi. Mhm, bo'ldi. Men hozir shu tasodifan eshitib qoldim shunaqalaringizni. O'shanga shu o'zi shunaqa qidiryotgandilar, anaqa psixologmi, nimadir bilan shug'ullansammikin, men tuzalmayapman deyotgandilar-da. Shunga balkim Alloh sizni anaqa sababchi qilib zori tuzalib ketsalar. Inshaalloh. O'shani Inshaalloh. so'radim. Sog'lik. Rahmat Rahmat kattakon. kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Yana kimda savol bor? Xo'p, azizlar, agar savollaringiz bo'lmasa efirni yopamiz. Rahmat hammangizga, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling, aziz yaxshilar. Va bilasizmi, bitta gapni har doim aytishdan hech ham charchamayman. Chunki har safar aytganimda o'zim shu narsaga o'zimga o'zim nima deydi, o'zimga singdiraman. Biz banda sizdan kutamiz va xafa bo'lamiz. Banda sizdan kutmang. Chunki yagona Alloh omonatiga xiyonat qilmaydi. Banda ham aytadi, ham qaytadi azizlar. Shuning uchun banda hamma holat bandada bo'lishi mumkin. Faqat Allohdan kuting, undan so'rang. Yagona Alloh omonatiga xiyonat qilmaydi. Sog' bo'ling azizlar, Allohga Rahmat. omonat bo'ling. Chaki